ICE Podcast. Assalomu alaykum qadrli o'quvchi. Demak, bugundan boshlab siz bilan birinchi darsimizni boshlaymiz. Ma'lumki, har qanaqa tilning asosi bu so'zsiz nima? Alfavit. Shuning uchun ham bugun, demak, birinchi darsimizda unaqa ko'p gaplashmaymiz. Shunchaki qisqacha ingliz tilining alfaviti haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zbek tilimizda jam bo'lib 29 ta harf bor, to'g'rimi? Xo'p, endi ingliz tilida esa jam bo'lib 26 ta harf bormi? Nechta bor? O'zi ma'no nima? Oq balkim qora oq bo'lib chiqsa-chi. ingliz tilida esa jam bo'lib, demak, 26 ta harf mavjud. Hop, endi ingliz tili alfaviti o'zbek tili alifbosidan nimasi bilan farqlanadi? Shunga biroz to'xtalsak. O'zbek tili alfavitida o'ziga xoslik mavjud, ya'ni harflar qanday yozilsa, ana shunaqa talaffuz qilinadi. U so'zni boshida kelishi mumkin, oxirida kelishi mumkin yoki o'rtasida kelishi mumkin. Buni ahamiyati yo'q. Misol uchun A harfi so'zni boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham shunday talaffuz qilinadi. Alfavitda ham shunday talaffuz qilinadi. Endi ingliz tilida esa bu biroz boshqacharoq. Ya'ni harflarni dona-dona o'qisak, misol uchun A, B, D deb o'qisak, misol uchun mendan so'raysiz, isming nima desangiz, men aytaman Maqsudbek desam, can you repeat? Qaytara olasizmi? desangiz men aytib beraman harflar, to'g'rimi? M, A, Q, S deb. Ammo ingliz tilida unaqa emas. Ingliz tilida alifboda yozilishi boshqacharoq, talaffuzi boshqacharoq, aniqroq aytsak. Endi so'zlar ichida har xil joylarda kelishiga qarab harflarni talaffuzda ozgina o'zgarishlar bo'ladi. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, harflarni qanday qilib talaffuz qilinishini bilishimiz bu muhim. Qachon muhim desak, ana shu dona-dona harflarni aytayotganimizda, keyinroq ana shu darajangiz ko'tarilib borgan sari tushunib yetasiz. Listening degan narsa bor. Unda ana shu har xil nomlar, har xil ismlar harfma-harf aytib beriladi. Shu holatlarda bizni ana shu alifbodagi harflarni qanday atashimizni bilishimiz bu juda ham muhim. Ana shu o'sha paytda hozirgi oladigan bilimimiz yordamga keladi. Okey, gapni cho'zmaymiz. Demak, ingliz tilidagi alifboni qanaqa qilib turib talaffuz qilinishini o'rganamiz. Xo'p, shu ekranimizni qaysi qismida sizga alifbo ko'rinib turibdi hozir. Buni montajlab qo'yib olamiz. Hozir esa shuni talaffuz qilinishini o'rganamiz. Demak, birinchi boshlaymiz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Shu yerda qotiramiz. Shu yerda videoni qotirishimiz mumkin-da, lekin nima tabiiy holat bu, adashib ketishimiz boshqa. Tushunarli-a? Demak, U, V, W, X, Y, Z. Okay. So, mana shu ingliz tilining alfaviti. Umid qilaman yaxshilab ko'rib chiqasiz, yaxshilab demak harflarni qanaqa qilib talaffuz qilinishini o'rganib olasiz. Hozir bu unchalik muhimdek tuyulmasligi mumkin, lekin ishonchim komil, siz hozir yaxshilab o'rganib olsangiz, keyinroq anglab yetasiz. O'sha videoni bekorga ko'rmagan ekanman, rostdan aytgan ekan teacher, hech balon bilmasa ham deysiz. Demak, alfavitimiz shu. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Here we go. ICE Podcast.